Assalamu alaikum, Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan ta'sis qilingan to'r televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingiz aziz qarindoshlar. Men Farhod Yuronqash, oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin, Janob Alloh hammanglarni salomat qilsin. Aziz qarindoshlar, men mush fursatdan foydalanib turib rasmiy suhbatni boshlashdan burun İstanbul'dan Ankara'ya qarab yo'lga chiqqan, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki sadosini, vatandagi jazo lagerlarida azob uqubat chekayotgan millionlagan qarindoshlariningki sadosini, yurak sadosini bu Turkiya hukumatiga, Turkiya jamoatchiligiga anglitimiz deb bo'ronga, qorga, sovuqqa, yomg'irga qaramay zo'r fidokorlik bilan İstanbul'dan Ankara'ga yo'lga chiqqan va hozir safarini davomlashtirayotgan Ali Akbar Hojim boshchiligidagi fidokor qarindoshlarimizni qayta minnatdorligimizni bildiramiz. Cenab-ı Allah ular kuch-quvvat ato qilsin va Cenab-ı Allah ularning safarini o'ngishli qilsin. Aziz qarindoshlar, bularning ichida 70 yoshlik bizningki dadalarimiz var, saqlab qolgan. Ya'ni shundoq turibmi, yana zo'r bir fidokorlik bilan, zo'r bir jasorat bilan, zo'r bir qaysarlik bilan bu yerda mushunda qattiq sovuqda yana bu safarini davomlashtiryapti aziz qarindoshlar. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimiz biroz tuyuqsiz bo'lib qoldi. Oldin sizlarga e'lon bermadik. Bu sababdan sizlardan uzr so'raymiz, chunki yonimda o'tirgan bizningki Uyg'ur olimlarimizdan Oblat Turan apandim o'zi professor doktor ijtimoiy fanlar bo'yicha Ataydan G'arbiy Turkistondan, O'rta Osiyodan Dünya Uyghur Qurultayı ishxonasini ziyorat qilib kelibdi Germaniyaning Myunxen shahriga va hozir bizningki Dünya Uyghur Qurultayı to'r televiziyasininki studiyasini ziyorat qilib kirganda biz mush fursatdan foydalanib turib bizningki Uyg'ur olimlarimizdan Oblat Turan apandi bilan huzuringlarda bu O'rta Osiyodagi, yana G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli, u yerdagi Uyg'urlarning ta'siri haqida bir suhbat o'tkazayliklarning huzuringlarda. Bu haqda sizlarga bir ozroq ma'lumot beraylik deb o'zini Ataydan bugun studiyamizda suhbatga taklif qildik. Hurmatli Oblat Turan apandim, Ataydan vaqtingizni chiqarib bu Ataydan O'rta Osiyodan kapsiz Germaniyaning Myunxen shahriga va boy ishxonamizni ziyorat qildingiz va hozir studiyamizni ziyorat qilib biz bilan suhbatda o'tiryapsiz. Sizni xush keldingiz deyman. Sizga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, professor doktor Oblat Turan apandim o'zi hem sosyolog hem o'zi tarixchi, bizningki eng munavvar olimlar, vatanparvar olimlarimizdan biri. O'zim 90-yillarning boshida tunji qatim Moskvada o'zim Uyg'ur tashkiloti jamiyati qurgan. Bizningki peshqadam bu yerda ustozlarimizdan biri. O'zim hozirgacha mush rus tilidan nurg'un mush Uyg'urlarning tarixi munosabatlik, Uyg'urlarga munosabatlik nurg'un nadir asarlarni yezib Uyg'ur masalasiningki Uyg'urlarningki Rossiyada shundaqla G'arbiy Turkistonda to'nilishida nihoyat muhim rol o'ynab kelgan bizningki munavvar olimlarimizningki birisi. Xo'sh, Oblat Turanka, endi bu sizning tuyuqsizlar bugun studiyamizda tutib qoldik. Qarindoshlarimizni biroz G'arbiy Turkiston, ya'ni O'rta Osiyoning vaziyati haqida biroz ma'lumot qilaylik. Avval sizdan shuni so'ramoqchiman. Masalan, hozir shu G'arbiy Turkiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Rossiyalarda yashayotgan Uyg'urlarning soni haqida turli o'xshamagan qarashlar son supurlandi. Masalan, bu siz ham bir sotsiolog, bu vaqtda ilmiy tadqiqot qilib berayotgan birisi, bo'lish sifatingiz bilan avval Qozog'istondan boshlaylik. Qozog'istonda zaten nechilik Uyg'ur bor? Akramjon, men bu savolingizga berishdan oldin shu fursatdan foydalanib men butun dunyoda chechilib ketgan Uyg'ur xalqim, vatandoshlarimga o'zimning cho'ng salomimni bir yetkazmoqchiman. Va alaykum assalom. Va bu shu bugun mana suhbatga meni chaqirib, mana mendan bir suhbat o'tkazish uchun meni bu yerga studiyaga chaqirganinglar uchun men shaxsan o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men butun dunyodagi vatandoshlarim, aziz Uyg'ur qarindoshlarimga men bir tilagim bor. Shu kuch-qudratni, g'ayratimizni bizning ona vatanimizga bag'ishlab, shu tuyg'u bilan har kuni qo'pib Alloh
nomidan biz shu vatanimizga, xalqimizga tushgan, beshiga tushgan cho'ng ig'ir musibatlardan qutulishni tilash bilan birga men shu Uyg'ur xalqining farzandi sifatida ham shu Uyg'ur xalqining olimi sifatida men o'zimning bir fikrlarimda, tuyg'ularimda bir qisqa etib shuni bir azroq bir so'zlab beradigan maqsadda men bu studiyaga keldim. Shuning uchun men o'zim asli G'uljada tug'ilgan, ota-onam bilan 55-yilda chiqib ketganmiz biz O'rta Osiyoga. Shuning uchun bugun men shu O'rta Osiyoda cho'ng bo'lib, ashati ilmlarga nima qilib shu asha bir nimalarga erishdik. Endi bu albatta bugun bizning millat Uyg'urlar butun dunyoga chechilib, butun dunyoda mana Yevropa mamlakatlarida hozir ko'payishib hali yashayapti. O'rta Osiyoda bu azaldan Uyg'ur xalqi mavjud. Savolingizga mana endi javob beray. Xo'sh. Qozog'istonda yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bu azaldan Qozog'iston yurtida yashab kelyotdi. Agarda o'tmishni olmasdan bugungi kunda, bugungi zaman hozirgi vaqtni oldigan bo'lsak, soni jihatdan har xil sonlar bor. Ayrim tadqiqotchilar 1 million deydi, ayrim tadqiqotchilar boshqa sonlarni keltirdi. Lekin bizning olimlarning, tadqiqotlarning ma'lumotiga qaraganda Qozog'istonda 800 mingga yaqin Uyg'ur qarindoshlarimiz yashaydi. 800 mingga yaqin. Rasmiy Qozog'iston davlatidan rasmiy xabarlarga qaraganda 287 ming, 300 mingga yaqin raqam berildi. Bu davlatning statistikasi edi. Hamda davlatning statistikasi g'oybat o'xshaydi, g'oybat yolg'on, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan statistikasi. Lekin agar bizning tadqiqotchilarning ma'lumotiga qaraganda, demak bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz Qozog'istonda 800 mingga orada yashaydi. Hamda ular ilgirtdan yashaydi. Bir oqshom kelib qolgani yo'q Qozog'iston diyoriga, lekin asosan shu ko'ch davrida shu masalan vatanimizdan shu bostirib kirgan shu siyosiy cho'ng bir voqealar tufayli shuni anaskan shu nimaga Olmata atrofida, Yarkat atrofiga yerisiga joylashib, o'shada yashab kelyapti. Qirg'izistonda men ma'lumotga qaraganda, demak Qirg'izistonda bugun 45 ming rasmiy statistika bo'yicha 45 ming deydi. Bu davlatning statistikasi. Aslida oladigan bo'lsam, bu 80 ming Uyg'ur mavjud. 80 ming. Bu aniq. Balkim uning ziyod ko'proq bo'ladi. O'zbekistonda davlat statistikaga qaraganda 40 ming, 45 ming atrofida, 40 ming, 45 ming atrofida berdi. Lekin ma'lum bizning ilmiy ma'lumotlarga qaraganda 150 mingdan ortiq. Asosan masalan ko'p zik yashaydigan bu Farg'ona vodiysi, bu ilgirdan, oldindan Qashqa bilan So'g'da aloqa, Anjom bilan So'g'da yo'llari aloqa bo'lgan, keyin Qo'qon xonligi bilan bizning o'sha Yarkat xonligining orasidagi bo'lgan munosabatlarda u paytlarda ko'chib chiqqan Uyg'urlar bor. O'sha umuman agarda shu 20-asrning boshlarida 650 ming Uyg'ur soni ko'rsatilgan. 650 ming Uyg'urlardan ko'rgan, lekin bu butun bir o'sha Anjom tavasiga yoki Farg'ona tavasiga emas, balkim O'rta Osiyoga ko'rsatilgan raqamlar keltirdi. Lekin bugun bu 150 mingdan ortiq Uyg'ur aholisi mavjud. Hakikaten köpken bu 150 ming degan bu O'zbekistonda, masalan Rossiyada-chi? Rossiyada ro'yxat bo'yicha 5 ming Uyg'ur mavjud. Men asosan yashaydigan joylari Sankt-Peterburg, men Moskvada, men o'zim hali bir 18 yil yashagan Moskvada, men cho'ng ilmiy faoliyatim o'zim Moskvada bo'lgan. Shuning uchun shu Moskvada 94-yili men birinchi qatam shu ashadagi Uyg'urshunos olimlar
birini yığıp, uyu aşağıda yaşayan Uygur qarindaşlarımızla yığıp 94-yılı biz şu bir kurultay açtık. Şu kurultayda Rossiya ilmi madani Uygur cemiyetini açkan. Şu maksadımız şu Rossiyada şu Uygurların tarixini, madaniyatini, sanatini, umuman bizning xalqimizga bo'lgan ko'p masalalarni to'nishtirish maqsadidan qilgan. Rossiyada hamda hozirgi bugun malaqa qaraganda bugun yana Rossiyada hozir Qozog'istondan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan azroq boshqa siz jarayonlarda da bo'lgan nimalarda berib qolganimda hozir bir 15 ming 20 mingga yaqin nima lekin nopusi bor bu shu 5 ming bular asosan Rossiyaniki Moskvadimi yoki Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Samara, umuman Rossiyaning ko'p joylariga, ko'p viloyatlarida shunaqa joylashgan demagan. Masalan, Ablatka endi bu masalan ba'zi inkaslar keladi, hatto shu Qozog'iston, Qirg'iziston yoki O'zbekistondan kelgan ba'zi qarindoshlarimiz inkas bor. Masalan, bu davlatlarda Sovet ittifoqidan parchalanib mustaqil bo'ldi. Mustaqil bo'lgan vaqtida u yerda yashayotgan Uyg'urlar, hatto Sharq Turkistonda yashayotgan, chet elda yashayotgan butun Uyg'urlar qo'shib olgan hamda o'zimizning qarindoshlarimizningki mustaqil bo'lganligini, ammo yana bir Uyg'urlarning ba'zi foydasiz omillarning kelganligini sezayotganmiz. Masalan, xizmat jihatda biroz chetga qilganligi, xizmat o'rnidan ayrilib qolganligi deb bu sababdan hozir Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan yana qayta hijrat qilib, Yevropa, g'arb davlatlariga kirib ko'chman bo'lib yoki siyosatpanlik qilib turish ahvollari ba'zi ish davom qilyapti. Endi bu yerda Uyg'urlarning ahvoli zaten qanchalik, bu yerda Xitoyning ta'siri qanchalik, uning Uyg'urlarga qanchalik ziyni bo'layotdi, bu haqda bir ma'lumot bersangiz O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz haqida. Bu savolga men bir shunday javob berishim mumkin. Mesela O'rta Osiyoda yaşaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz, mesela Qozog'istonda olsak, bularning erishgan yutuqlari son jihatdan ko'p bo'lgani uchun kelgan Qozog'iston, qozoq millatiga yaqin bo'lgani uchun Qozog'istonda erkinlik vujudga kelgan. Mesela Qozog'istonda dunyoda birinchi yagona yoki O'rta Osiyoda yagona Uyg'ur davlat drama teatri bor. Uyg'ur tilida chiqadigan ikki cho'ng gazet bor. Ikki jurnal bor. Bu rasmiy Uyg'ur tilida chiqarilgan. Bu davlatlar bilan chiqarilgan. Davlat tomonidan chiqarayotgan bu. O'rta Osiyo ovozi degan gazet, Uyg'ur ovozi degan. Uni sizlar dunyo qurultayi uni xabari bor. Ikkinchidan Uyg'ur toza Uyg'ur tilida dars beradigan, ta'lim beradigan maktablar bor. Olmaotada, umuman butun Qozog'istonda masalan xeyli ularning soni ko'p. Masalan Olmaotaning o'zida bir 50-60 Uyg'ur maktablari bor. Ular u maktablarning nomlari ulug' adiblarimiz Ro'za Boqiyevlarning nomida va butun Uyg'ur xalqidan chiqqan cho'ng adiblarimizning nomiga qo'yilgan maktablar bor. Radio eshittirish bor. Televiziya eshittirishlari bor. Hamda Qozog'istondan bizning Uyg'ur qarindoshlar shunday qutuqlarga erishganki, ularning orasida davlat miqyosidan to'nilgan san'at arboblari, Qozog'iston xalq artistlari, Qozog'iston Jumhuriyatida xizmat ko'rsatgan san'at arboblari, hamda uning orasida olimlar, bir 100dan ortiq fan doktorlari, professorlar, ularning ichida akademiklar, fan nomzodlari. Bu son jihatdan Qozog'istonda bu Uyg'ur xalqi o'zining iste'dodi bilan, o'zining shu tirishganchiligi bilan cho'ng qutuqlarga erishgan. Ilm sohasida ta'siri bor nima? Ilmiy sohada anaqasin Qozog'iston Fanlar akademiyasida Uyg'urshunoslik tadqiqot instituti bordi. Endi mana buni hozir bir aniq men olim sifatida men dalillarga asoslanib fikrlayman. Shuning uchun lekin bu Qozog'iston Fanlar akademiyasining Uyg'urshunoslik tadqiqot instituti uni nomini almashtirib hozir
Uyg'urshunoslik markaziga aylanib qoldi. Uning u yerda masalan u institutda 100 dan ortiq ilmiy xodimlar ishlab, mana shu bizning vatanimizga tegishli cho'ng ilmiy asarlarni yaratayotgan bo'lsa, hozir shu institut hamda bu Xitoyning ta'siri bo'lishi mumkin. Masalan, bu ularga kerak emaski, bu shunaqa bir Qozog'iston Jumhuriyatida cho'ng bir institut Uyg'urning tarixini ko'tarib, Uyg'urning madaniyatini, Uyg'urning san'atini dunyoga to'ntarishni. Shuning uchun balkim bu sababi bo'lishi mumkin. Lekin boshqa iqtisodiy sababmi bo'lishi mumkin. Bugun Qozog'iston Fanlar Akademiyasining qo'shida Uyg'urshunoslik markazi bor. Markazda hozir bir 10 ga yaqin ilmiy tadqiqot, ilmiy xodimlar ishlaydi, nima qildi. Hamda ikkinchi lekin hamda Qozog'iston Xitoy bilan hamkorlik nimasida Shanxay tashkilotining orqali Shanxay tashkiloti bilan bir bilan munosabatda bo'lgan uchun u yerda albatta Xitoyning ozroq o'ziga yarasha ta'siri bor. Lekin agarda biz ijtimoiy hayotga keladigan bo'lib, ijtimoiy hayotga keladigan bo'lsak, shu Qozog'istonning Uyg'urlari masalan siyosiy jihatdan hech qanday cheklanmagan. Ular erkin o'zining fikrini aytoladi, masalan erkin fikrini so'zlayoladi, yig'ilishlarda, masalan har xil yig'inlarda, har xil nimalarda, masalan siyosiy ahvolda, hozir vatanimizga bo'layotgan ahvollarni erkin o'zaro doirasida yoki yig'ilin cho'ng doirasida yoki gezitlar orqali yoki o'sha tadqiqotlar orqali erkin fikrlarga ega. Masalan, Abdulla Turanka, bu O'zbekiston Islom Karimovdan keyin yangi prezident keldi endi. Bu yangi prezident o'tirib chiqqandan keyin O'zbekistonningki vaziyati yaxshilanish bor endi. Masalan, Uyg'urlarga nisbatan alohida bir ko'ngil bilish va maxsus bu yangi prezident maxsus bu Uyg'ur madaniyat markazining qurilishiga yordam qilgan va Uyg'ur madaniyat markaziga obdan bir binoni maxsus Uyg'ur madaniyat markazining ishxonasi qilib orpagan. Bundan O'zbekistondan kelgan ba'zi qarindoshlarimizning hozirgi prezidentdan mamnun ekanligini bildiryapti hamda bu jihatdan sizning qarshingiz qanday? O'zbekistonningki bu yangi prezident va bundan keyingi yuzlanish va Uyg'urlarning vaziyati ahvoli. Mening fikrim ijobiy. Ijobiyligi shundan iboratki, O'zbekistonnimi mana shu Uyg'urlarning mavqei deymiz. Uyg'urlarni tutgan o'rni u yerda men nati yuqur. O'zbekiston. Yuqurda, ha. Buning sababi bor. Masalan, O'zbekistonda ko'p yetishgan Uyg'ur olimlari, fan doktorlari, professorlar, ko'zga ko'rgan san'at arboblari. Bizda O'zbekistonda masalan cho'ng rassomlar, ular shu o'zining ijodi bilan O'zbekistonni dunyoga to'ntardi. O'zbekistonda 130 dan ortiq illat yashaydi. 130 bir millat illat vakillari. 130 bu rasmiy raqamlarda keltirilgan. Hamda shu har bir millatning o'sha masalan shuning orasida shuni ichida bir 40 dan ortiq millatlar o'zining milliy madaniy markazlarini tashkil qilgan. 1992-yilda O'zbekiston prezidentining farmoni chiqqan. Shu farmoniga asoslangan holda O'zbekistonda markaziy millatlararo madaniy markaz ochilgan. Shu markazning atrofida shu 130 millat illatning vakillari o'zining madaniyat markazlarini tuzib, o'zining madaniyatini, tilini, san'atini shu O'zbekiston xalqi ko'p millatli xalq demak. Buning orasida Uyg'ur millatimi o'zining milliy madaniy markaziga ega, respublikalik milliy madaniy markazi bor, Toshkent shaharlik milliy madaniyat markazi bor, Toshkent viloyatlik milliy madaniyat markazi bor va Andijon viloyatida milliy markazi Uyg'urlarniki. Andijonda ayniqsa ko'p, Andijon viloyatida masalan Uyg'urlar zich yashaydigan joy, u yerda shunday bir Qashqar qishlog'i bor, Uyg'ur qishlog'i bor. Andijondan ko'p
qahramonlar, mehnat qahramonlari yetishib chiqqan, Anjan viloyatidan ko'p urush qatnashchilarda, urushda qatnashgan, to'qishda qatnashganlardan o'sha Sovet ittifoqi qahramon deymiz. Hozir o'sha urush qahramonlari chiqqan. U yerda nopusga ega hali bir ishlar bor. Endi hozir bu siyosat o'zgarib, yangi prezident saylanib, yangi prezident saylangandan keyin hozir yangi yo'nalish O'zbekistonda yangi taraqqiyot, yangi iqtisodiy rivojlanish masalalariga cho'ng e'tibor berildi. Buning orasida aslida shu prezidentning farmoyi bilan shu hozir Toshkent shahrida cho'ng bir bino bor. O'sha cho'ng binoni shu milliy madaniy markazlarga shuni hukumat tomonidan berildi. Buning orasida endi Uyg'ur madaniyat markaziga ko'chib berib, endi har kim qanday bugungi kunda erkinlik O'zbekiston hukumati tomonidan qanday erkinliklarni yaratgan bo'lsa, mana shu erkinliklar bilan foydalanib O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi o'zining faoliyatini olib borib, o'zining faoliyati orqali shu Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur san'atini, Uyg'ur xalqining urf-odatlarini shuni unutilmagan holda shuni rivojlatib keldi. Faqat bir narsa bor. Biz Qozog'iston, masalan, Qozog'istonga qaraganda yoki Qirg'izistonga qaraganda u yerda masalan shu Uyg'ur maktablari tashkil qilinmaganda shu sal azar ajab qoladi. Maxsus Uyg'ur maktabi yo'qdan, O'zbek Toshkent shahri. Chunki endi o'zbekcha bilan turk millatlarning ichida Uyg'urcha, o'zbekcha nihoyat yaqin ikkisining tili deyaptim bo'lsin, yozma tili, odatdagi tilim nihoyat yaqin endi bu nimada. Bu sabab bo'lganmi? Masalan, maxsus Uyg'ur maktabining ochilmasligida bak yaqin bo'lg'achqa Uyg'urcha bilan o'zbekcha ajiti yo'q deb qaradi bu yakka. Chunki 85% o'xshab ketadi-ku odatda. Men o'ylaymanki 85 emas, hamda o'zbek millati bilan Uyg'ur bu bir millat, bir xalq, tariximiz bir, kelib chiqishimiz bir, hamma sohada urf-odatlarni olsang, san'atini olsang, hamma tomonidan qarasang, hammasi bir o'xshash. Shuning uchun O'zbekistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zini bir shuna erkin his qildiki, o'zining davlatida yashayotganda, xuddi o'zining o'sha qarindoshlarining orasida yashayotganda til jihatdan farq qilmagan ekan. Balkim buningda ehtiyoj bo'lmasligi ham mumkin, lekin agarda masalan Uyg'urlar o'zining millatini, o'zining nimasini, urf-odatlarini, o'zining tilini yo'qotmaymiz degan holda, yo'qotmasdan deganda, uningda bir Uyg'ur maktablarini ochib, o'shada yosh kelajak avlodlarga masalan ona tilinglar, ona adabiyotinglar, ona tarixinglar, ona tilinglar deb o'rgatsa, uni hech qachon bir ziyoni bo'lmaydi deb o'ylayman. Albatta, bu masalan Abdulturanka. Bu endi Rossiya yaqin zaman tariximiz qaragan bo'lsak, biz uchun Sharq Turkiston uchun aytmayman endi. Sharq Turkistonning yaqin zaman tarixidagi cho'ng hodisalar, masalan, tunji Cumhuriyetimiz, ikkinchi Cumhuriyetimiz 30 qurilgan, 44 qurilgan ikkinchi Cumhuriyetimiz. Bularninki qurilishida bo'lsin va yoki bularninki mag'lubiyatga uchrashiga bo'lsin, Rossiyaning ta'siri nihoyat cho'ng bo'lgan hamda. Hozir masalan bu Rossiya hozirmi muhim hamda bu Uyg'urlar uchun, Uyg'urlar masalasi uchun. Rossiyada siz uzun yil masalan u yerda tadqiqot olib bordingiz, masalan Moskva tashkilot qurdingiz, hatto mening bilishimcha 94-yili tunji namoyishda Moskvada siz tasdiqini siz elib rahmat Yusufbek Muxlisay Kamla bilan birga namoyish qildingiz, hatto Rossiyaning shu vaqtdagi prezidenti Yeltsin bilan kurashgansiz mening bilishimcha. Sizce bu Rossiyada Uyg'urlarning ta'siri qanday qarab? Bu Uyg'urlarningki masalan Rossiyada ham Rossiya tarafda. Mayli hukumat tarafdan bo'lsin yoki xalqchi tarafdan bo'lsin. Uyg'urlarning ta'siri. Ben oldin ilmiy tomoniga savol berib o'taydi, keyin azroq bir siyosiy tomondan nima ko'tarishga to'g'ri keldi. Mayli, unda bo'lsa Abdulturanka bunday qilaylik. Baymi deb o'tman programmaning beshida siz nurg'un uyada Uyg'urlarning yaqin zaman tarixi munosabatlik, Uyg'urlar munosabatlik nurg'un Rossiya asarlarini yozdingiz va Rossiyada Uyg'urlarning tunilishi Dimon aytib, muhim bir rol o'ynab kelgan bizning olimlarimizning birisiz. Shunga bu jihatdagi o'zingizning izlanishi agarchanda bir qancha kitoblaringizni so'qib ekyapsiz, bu vaqtdan bir izohat bersangiz, qarindoshlarimiz bilib qolsa ekran oldidagi xursand bo'lardim. Marhamat. Birinchidan Rossiyada shu Uyg'urshunoslik fani
tadı rivojlangan. Bu an'ana şu Ak Paşa'nın davrından Rusya imperiyası tomonidan tashkil qilingan geografik ekspedisiyalar tomonidan berilgan şu olimlar, tadqiqotchilar, sayohatchilar berib bizning vatanimizga berib ko'p narsani o'rganib, ko'p narsani moddiy tomondan o'rganib, ma'naviy tomondan o'rganib, keyin u ekspedisiyalardan keyin fan arbobları berib ilmiy safarlarga berib, ilmiy safarlardan qaytib, xeyli bir qo'l yozmalarni, yodgorliklarni, madaniy yodgorliklarni olib ochib ketib, shuningdan mana shu 1880-yildan Uyg'urshunoslik fani vujudga kelgan. O'tirishga chiqdi. Chorosiyaning zamonida boshlandi. Bu Rus geografik jamiyati 1845-yilda agarda eshilgan bo'lsa, podshoning farmoni bilan, demak 1860-yildan Sharqiy Turkiston bizning vatanimizga berib, bular rus tadqiqotchilar birinchilarni qadam qo'yib nima qilgan. Shuning uchun bularning ko'p tadqiqotlari mavjud. Ikkinchidan hamda Rossiya imperiyasi davrida biz tarixdan bilamizki, bir vaqtlarda Ili sultonligini o'z ichiga elib 10 yil saqlagan. 10 yil saqlaganda, o'sha 10 yil saqlab, undan keyin buni o'sha Xitoyga topshirib bergan. Demak, Rossiya bizning Uyg'ur xalqimizning taqdirida muhim bir qanaqadir salbiy o'ynagan salbiy roldimi bor mana. Ikki qatam. Biri shu Chor Rossiyaning davrida bizni bo'ynimizni Ili sultonligini umuman bizning vatanimizni bo'ynimizni shu demak Xitoyga egib bergan bo'lsa, ikkinchisi Sovet davrida Stalinning hukumi bilan, Stalinning qarori bilan, demak, yana ikkinchi qatam bizning xalqimizga bo'lgan bir xiyonatini qilib, demak, bizning xalqimizni shu bo'yniga egib berganda. Hamda bu siyosiy masalaga men to'xtalib o'taman. Hozir va ilmiy tomoniga borsak, demak, Uyg'urlarni haqida birinchi bo'lib shu rus olimlari tonitgan, rus olimlari tadqiq qilgan ko'p asarlarni namoyandani, cho'ng yodgorliklarni, masalan, Oltin yoriqni ular birinchi bo'lib tadqiq qilib, Qudratga biliq Yusuf Qalqajevning rus tiliga tarjima qilib 1868-yilda shu Radlov tomonidan bu Qudratga biliq tarjima qilib, Uyg'urlar masalasiga cho'ng bir kitobni yaratgan. Shu an'ana davom ettirib, mana masalan, hozir ham Uyg'urshunoslik tadqiqotlar noyitdi. Mana masalan, Rossiya Fanlar akademiyasining qishida Sharqshunoslik instituti bor. U yerda Uyg'urshunoslik cho'ng bir bo'limi bor. O'sha bo'limda noyitdi ko'p tadqiqotlar ilinib borgan va ilinib boradi. Bugungi kunda bor. Ikkinchidan Tilshunoslik instituti bor. Tilshunoslik institutimi noyitdi cho'ng tadqiqotlar Uyg'urlarning qadim tili bo'yicha, masalan, Uyg'urlarning qadim adabiyoti bo'yicha, Uyg'ur xalqining ijodiyatiga bag'ishlangan noyitdi ko'p kitoblar, asarlar yoritilgan. Shuning uchun biz xushal bo'lgan tomonimiz Rossiyada Uyg'urshunoslik fani noyitdi shakllangan, yuqori darajada shakllangan. Hamda u manbalar bilan foydalanish, keng imtiyozda foydalanish, shu rus tilida chiqqan asarlarni, masalan, bizning xalqimizga Uyg'ur tiliga yoki boshqa tillarga tarjima qilib chiqarish bu bizning bir vazifamiz bo'ldi. Shu men va shu Moskvada yashaganimda, mening o'zimning kasbim jihatdan shu tarixchi bo'lganim uchun men xeyli bir materiallarni to'plab nima qilib, oxirgi yillari men masalan bir kitoblarni chiqarishga muvaffaq bo'ldim. Uning ortida mana 2017-yilda mana shu kitobim chiqdi. Bu kitob Qadim Uyg'ur Ipak yo'li. Qadim Uyg'ur Ipak yo'li. Men qo'rqmasdan buni shu manbalarga asoslanib, materiallarga asoslanib, buni o'zimning sayohat safarlarimga asoslanib, bu kitobni men yozishga muvaffaq bo'ldim. Mana bu kitobda masalan Qadim Uyg'ur Ipak yo'lining mavjudligi, uning tarixiy izlari, qaysi yo'llardan qayerlarga borgan, masalan, buning 5000 yil oldin
Xotandan Chananga Xitoyning qadimgi poytaxtiga yo'l olgan Qoshtashi yo'lidan Xitoy manbalaridan bor. Bular antik manbalarda Yevropaning Vizantiyaning manbalariga asoslangan holda mana bu kitob mashada ne chiqarishga men muyassar bo'ldim. Endi undan tashqari masalan Uyg'ur xalqimiz shundaq bir cho'ng tarixga boy tarixga egaki biz uni o'sha masalan qadim zamonlardan qandaq davlatlar qurilgan bo'lsa, o'rta asrlarda qandaq davlatlar qurilgan bo'lsa, o'shalarning hammasini ko'pchilik Yevropa olimlari yezib, sayohlari berib bir qandaqdir tadqiqotlar orqali to'nittirgan, lekin qisqa ravishda to'nittirilgan. Rossiyanikilar ko'proq to'nittirgan, chunki ular ko'proq berib, bir 20 yil davomida Rossiya ekspeditsiyalari berib, bizning vatanimizda ko'p tomonidan materiallar chiqib, mana hozir Rossiyada davlat ermitaji bor. Bu dunyoda 2-3 o'rinda turadigan muzeylardan biri. O'sha davlat ermitajida men yaqinda bo'ldim. Safarimga o'shaqa kelishimda Yevropaga kelishimdan oldin kirib, u yerda o'sha davlat ermitajida butun Uyg'ur xalqining boyliklari ashad saqlanib kelyapti. U Sharq zali bor. Sharq zalining ichida 3 ta zal mavjud. Turpan zali, Quchoq zali, Xotan zali. Mana masalan, o'sha Uyg'urlarning butun moddiy yaratilgan moddiy ma'naviy boyliklari o'sha muzeyning ichida saqlanib qolyapti. Saqlanib kelgan nima qilganda. Shuning uchun endi yana banda mana bir kitob chiqishga bir sabab bo'ldi. Materiallarning aslida bu qadim Uyg'uriya. Yani qadimiy Uyg'uriston, qadimgi Uyg'uriston. Uyg'urning masalan 5000 yillik tarixi bu yerda bir ko'rsatilgan. Bu kitob Olmaotada nashr qilindi. Ruscha yozilgan. Rus tilida. Ben endi shu rus tilida shakllangan, men vatanimdan yosh chiqqan 4 yoshimda chiqib ketgan bo'lsam, shu bizni endi otanimiz shu u paytda Sovet ittifoqida shu rus tilida mukammal bilsam, yo'lim eshiladi, bilimga ega bo'lsa degan istiqbolim bo'ladi degandan keyin shu rahmatli onamiz otamiz shu bolamiz bilimli bo'lsin, o'qimishlik bo'lsin deb rus maktab bergandek shu rus maktabda shakllanib, o'shaning uchun men hozir şu Rus tilida kitoblarimni hamma kitoblarimni rus tilida chiqaraman. Bunun bir sababi bor. Chunki masalan agarda bu kitob rus tilida Qozog'istonda chiqsa, boshqa millatlar ham o'qiydi bular. Shunday. Agarda faqatgina Uyg'ur tilida chiqsa, faqat Uyg'urlar o'qiydi. Uyg'urlar masalan shu naqga deb qo'ydi qo'lda. Agarda boshqa millatning vakillari, mana Qozog'istonda 100 ga yaqin millatlar bor. O'sha boshqa millatlarning vakillari o'qib, Uyg'urning tarixini o'qib, Uyg'urlar mana qadim Osiyoning qadim xalqiga, qadim millatiga desa, bizga o'sha ustuq. Shuning uchun men harakat qilmayki, shu kitoblarimni shu rus tilida bossam, rus tilida chiqsa, demak ko'proq millatlar bunga o'qib ega bo'ldi deb. Bundan tashqari mana mashada yana bir kitob, mana bu shu kitobni men Yevropaga akilishimning sababi, men bu hobiyaga to'g'ri Germaniyaga, Finlandiya, Shvetsiya orqali to'g'ri kelyapman. Finlandiyaga kirishimning sababi, u yerda Finlandiyada Mannerheim muzeyi bor. Shu Mannerheim muzeyida Mannerheim bu Finlandiya, Fin xalqining bir faxri, cho'ng ilamasi, tadqiqotchisi va bu Mannerheim Karl Gustav Mannerheim bu Finlandiyaning boshbaqani bo'lgan. Finlandiyaning prezidenti bo'lgan. Lekin Chor Rossiya davrida bu vatanimiz bu inson vatanimizga kirib, Qashqa, Turpan, Xotan joylarga berib, xeyli ko'p yozg'i, qadim qo'l yozmalarni, qadim Uyg'ur xalqining moddiy boyliklarini ochib ketganda va u yerda Qashqar to'g'risida xeyli bir kitoblarni yozgan. Shuning uchun men Finlandiyaga kelib şu qadim Uyg'uriston şu Finlandiya sayohlardan ko'zi bilan degan bir loyihani men taqdim etdim. Helsinki universitetida men bir ishki olimlar bilan ko'rishdim. Ularga da qiziqish bo'ldida, hamda shu ular hozir bir grant ochilgan bo'lyapti. Shu grantning asosida biz hamda bu yerda shu Finlandiyada Uyg'urlarning to'g'risida qanday ma'lumotlarga ega bo'lganini shuni fin tilida, ingliz tilida chiqarishga shuni asha niyat bilan nima qildik, buni oldikda. Hamda Shvetsiyada qarang, Shvetsiyada shunaqa bir insonlar borki, tadqiqotchilar Shvetsiyada masalan Sven Geden degan bir eng yirik sayohatchi bo'lgan. Bizning vatanimizga 12 yil davomida 4 ta sayohat ekspeditsiyasi bilan borgan. Sven Geden. Ko'p bo'lganda eng ko'p missionerlar
filan banda bunun içinde Gunnar Yarınma misali var. Lekin bularning içinde eng Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur milletiga ko'p xizmat qilgan bu Sven Gedenning nimasi. Nima shu Sven Gedenning mana hozir bu yerda bir vizit kartasi bor. Sven Gedenning yeniga menga berishimga, fondiga berishimga u yerda bizning bir vatandoshimiz, singlimiz Bazul Hayat Ötkör, bu mashhur adibimiz Abdurrahim Ötkörning qizi farzandi. Shuning uchun u singlimiz menga cho'ng yordam berib, shu Sven Gedenning Foundation'ning bosh direktori bilan Håkan Folkvist bilan ko'rishib, biz 1 soatlik suhbatda bo'ldik. Mening qilgan taklifim shu masalan qadim Uyg'uriya, qadim Uyg'uristonning to'g'risida bir kitob yaratganman men. Mana shu kitobning shu fond orqali biz buni yana kerakli rasmlarni qo'yib, shu rasmlar orqali biz buni shved tilida chiqarib, rus tilida chiqarib, shu kitobni nima qilsam, bu taklifimni qabul qildi. Bu kitobni rasmlar bilan kengaytirib, materiallar bilan kengaytirib, buni masalan ularga taqdim qilsa, shu bo'lsa, demak bu Finlandiyada, Shvetsiyada yana bir Uyg'ur tadqiqotiga oid bir kitob chiqishi ajab emas bu boshi. Shvetsiyada muzey, davlat muzeymida bo'lsin, ba'zi shaxsiy muzeymlarda bo'lsin, men berib ba'zi muzeymlarni ziyorat qildim. Uyg'urlar munosabatlik bo'lib yaqin zamon tariximiz munosabatlik bu arxeologik narsalarni aytib ko'pkan. Bu yaxshi obdan yaxshi iznish yapibsiz. Kitoblaringizda yana masalan yana bu jihatda yapgan boshqa iznishlarimiz bormi masalan? Endi bu masalan men Almaniyaga kelishimning munosabatim. Birinchidan men xabarim bor, hozir dunyo Uyg'ur qurultoyi qilayotgan vatanning da'vosi, vatanning dardi, qilayotgan ishinglarni men bir ma'qullagan holda, men bir Uyg'ur, yuragimda o'tim bor, mening millatimga, xalqimga xabarimiz bor, yo'qsa bo'layotgan qirg'inlarning to'g'risida, bu zulmni chekayotganimizdan va dunyoda yo'qki, bir 250 yildan beri bu zulmni shunchalik bir shajoat bilan bir nima qiladigan bir millat yo'q. Faqat biz Uyg'ur xalqi o'zimizning boshqa qadim tariximizga asoslangan holda izimiz shunchalik kuchli bo'lgan uchun shunday bir cho'ng bir seriq ajdahoga bardam kelyapmiz-da. Shuni inobatga olgan holda men birinchidan kelib o'zimga bir ma'qul ko'rdimki, shu yerga kelib Dolqin afandim bilan bir ko'rishib, mana siz bilan bir ko'rishib, bu yerda bir suhbatlashib, dilashib qilib, sizlarning qilayotgan ishinglarni men yuragim bilan qo'llab-quvvatlashimni, sizlarning qilayotgan ishinglarni dunyoga hozir Uyg'urning masalasini shunday yaxshi bir sharoitda shunday tanishtirib kelayotganlarni men qo'sh bo'lib, shuni bir o'zimning shaxsiy minnatdorchiligimni shaxsan o'zinglarni ko'rgan holda butun Uyg'ur xalqi nomidan bir roziligimizni bildirishga deb keldim. Sizga ko'p rahmat. Shuning qatorida endi men Almaniyaga kelganim, mana masalan bu Myunxen shahrida sizlar yashaysizlar, bir narsani bilishimiz kerakki, Almaniya Uyg'urshunoslik fanidan bu peshqadam mamlakat hisoblanadi. Mana Berlin muzeyida men 3-oyda kelganimda Berlin muzeyiga borsam, Berlin muzeyi hozir taqoqga, lekin Berlin muzeyida eng cho'ng manbalar Uyg'ur Budda san'atiga tegishli san'atlar ko'plar nimalarimiz hammasini nima qilgan. Shuning uchun bu Albert von Lecoq, Albert Grunwedel degan ekspeditsiyalarning ochib ketgan Albert von Lecoq bizning mamlakatimizning manbalarida qoldigan 246 yashiklarga chaqlab hammasini jamlab ochib ketgan. Shu boyliklar mana shu Berlin muzeyida qo'lyozmalari, fanlar akademiyasi saqlanib kelyapti. Mening niyatim shu manbalarni bir ro'yobga chiqarish. Endi hozir men bir kitobni yaratdim. Bu kitob qadim Uyg'uriston yoki qadim Uyg'uriya, Sharqiy Turkiston, Yevropa sayohlarining ko'zi bilanda. Bu kitobda masalan shu Angliya ekspeditsiyalari, Fransiyaning ekspeditsiyalari, Almanya, Germaniyaning ekspeditsiyalari, Shvetsiyaning ekspeditsiyalari, Finlandiyaning ekspeditsiyalari va Vengriyaning ekspeditsiyalarini hammasini bir kitobda qilib chiqarib, Ashlarning shaxsiy Uyg'urlarga qarashlari buni mana agarda masalan biz hozir buni nemis tilida
İngiliz tilida, şu her 6 memlekette şu kitapni, masalan Uyg'urlarning haqidagi kitaplarni agarda biz chiqarishga mansub bo'lsak, bu bizning yomon cho'ng qurolimiz bo'ladi. Da'vo qilishimizga bizning imkoniyatlarimizmi cho'ng bo'ladi. Chunki biz tarixiy millat sifatida ko'rsatgan sen o'zingning tarixingni degan savolda mana bizning tariximiz, mana bu kitoblarda yana bir shunday bir rus sayyohlarning yana bir kitob qiladi. Mana yana bir kitap var, mana qadim Uyg'ur davlatlarining, yana qadim Uyg'ur davlatlarining nimasida. Buni hozir Turkiyada o'sha 6-7 ta kitobimni Turkiya cho'ng bir hukumatning qoshidagi bir foundationi bor ekan, bularning nimasi fondi, o'sha fondi tomonidan bu shu 7 ta kitobimni turk tiliga tarjima qilib chiqargan to'g'risida menga xabarni berishdi. Men yomon xushal bo'lib, maşallah bu tarixiy tadqiqot bu shuning uchun avlatga bo'lmasan Xitoy andozi Xitoyga yuzsiz qo'y deb o'tayam. Deyapman da Uyg'urlar hech qachon tarixda davlat qurib boqmagan. Ezelden bizning Jungoning Xitoyning ayrılmaz bir parçası. Ayt muhtemlacıda hamda. Şuna aslanınki Xitoyninki bu sözlerini rad qilish uchun quruq siyosiy shuar bilan emas, shunday amaliy o'zimizning tarixida mana deb ko'ziga tiqib turib, mana bizning ota-bobolarimiz qurgan davlatlar bor. Buni qurgan imperiyalar. Mana deb turib ham chet ellikka va Xitoyning o'ziga buni dalil isbot qilib ko'rish uchun o'zimizningki ilmiy asosda dayangan shunday tarix asarlarimizning bo'g'ini biz Uyg'urlar ki milli hareket için bu, milli müstakillik hareket için bu nayet mühim elbette. Hürmet abla Turanka, hem de ahirde sizden vaqt münasebetlerinde hem de biraz sohbetimiz yaxşı oldu. Vaqt münasebetinde şunu sormak sizin, siz bir tarihçi hem de sosyolog bir yerde Rusya'nın olsun, böyle Orta Asya'daki devletlerin tadqiqot organları bilen her zaman hemkarlaşıp olabilen şep privatsız. Hem de bir yerde Uygurların kızıqıdığan bazı tarihi meseleler var. En kızıqıdığını bir yerde hazırlık içindeki %100 iniq bulmagan bir sır. Mesela 1949 yılı bu Ahmetcan Qasım'ın başçılığındaki bu hayatninki, Xitayninki Tuncu Nöbet memleket siyasi maslahat kengaşi qatnaşımızda berip bir yerde tuyuqsızla Arplan kazası uçurap Vendirxan'da mı yaba yoki nima tarafı Sibirya tarafı uçuruşu. Hem bunun nurgun xalq şu vaqtida mishanmagan. Hozirgacha Uyg'urlarda mayli vatanchilik Uyg'urlar bo'lsin, vatansizlik Uyg'urlar bo'lsin, buningga nisbatan bir gumoni bor hamda. Bu shu zaten bu Rossiya bilan Xitoy birlashib o'tirib, bu kommunist Mao boshchiligidagi kommunist Xitoylar birlashib o'tirib, qilgan bir suiqasd, qasab o'tgan deydigan qarash nihoyat kuchli katta ba'zi ilmiy tadqiqotchilar bu shunday deb qaraydi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Masalan, hozirgacha bu vaqtda bir arxiv ichildimi KGB'niki nimalardan arxivlardan. Bu vaqtda izlanish yapmadingizmi? Izlanish yapmagan bunun belgilik bir natijaga erishgan tadqiqotchilarimiz bormi? Bu masalaga qanday qaraysiz? Hozirgacha bir ichilmagan sir hamda. O'sha Ahmetcan Qasım'ninki vafotida bir yerda masalan Saqbek Delilxon bizning generallarimiz. Bizning vatanimiz bir shundaq bir o'lkaki, shundaq zaminda joylashganki, ilgirtdan boshqa imperiyalarning diqqatini jalb qilgan. Hamda shu o'sha zamonda ikki imperiya, Rus imperiyasi bilan Xitoy imperiyasini oldigan bo'lsa, demak, Rus imperiyasi O'rta asrni besib, Rus Turkiston, G'arbiy Turkiston deb nom qo'yib, o'ziga kelmasdan u yerdagi bo'lgan mavjud bo'lgan xonliqlarni, Qo'qon xonligi, masalan Xiva xonligi, Buxoro amirligini o'z qaramiga elib, Rus Turkiston deb dunyoga e'lon qilib, bizga tegishli koloniya deb e'lon qildi. Bu yoqdan sharqdan Xitoy imperiyasi kelib besirib, mana biz hammamiz bilamizki 1759-yili besirib kelib bosdi u yerni. Bu yer bizniki dedi, bu yer bizniki zaminga qarashli joy dedi. Keyin 1864-yilda
o'sha Lozondan kelib o'sha nima qaror bilan Shinjan degan nom qo'ydi. 1981-yili Shinjan degan nom qo'ydi. Shuningdan biri bu Shinjan degan nomni endi hammamiz bilamizki, u Xitoyning tilidan Shinjan bu yeng o'lka, yeng zamin, yeng territoriya deganda bu o'sha masaladir. Shuning uchun endi bizning qismatimiz, taqdirimiz, lekin jasoratli Uyg'ur xalqimiz bunga bir bardoshlik berib, qurolli chiqishlar qilib, namoyish qilib, xalq tomonidan bo'lgan qo'zg'olon, xalq tomonidan bo'lgan kurash bu davomli cho'zilib keldi. Kelgan anaskan bu masalan shu bizning shu Sharqiy Turkiston diyorida tuzilgan keyingi kichik Uyg'ur davlatlari, kelgan anaskan 7 shahar Uyg'ur davlatini oldigan bo'lsak, Yoqubbek davlati deb to'lg'anda u tarixlarda birinchi qatam ashlar qo'rqmasa masalan o'sha Xitoy imperiyasining qarshi kurashni elib berib, o'sha Uyg'urlarning bayrog'ini ko'tarib Uyg'uriston mustaqil Uyg'ur davlatini qilib 7 shaharni to'lg'on qilgandimi, o'sha vaqtda Rossiya imperiyasi, Rossiya nimasi bular da'ati hamkorlikda, birgalikda ishlab, birgalikda o'zining manfaatlarini ko'rgan bir davrlarni kechirdik biz o'zimizning nimamizda. Endi bizni yaqingi davrga oldigan bo'lib, bu oxirgi Uyg'ur davlatini bular yamron qildi, yo'qotdi. Shuning bilan lekin milliy ruh, milliy ozodlik kurashi buning bilan yo'q bo'lgani yo'q. Buni yo'qotish uchun umuman Uyg'ur millatini tegi bilan ildizi bilan yo'qotib o'tish kerak bular. Demak, shundaqki endi şu 33-34-yildagi islom jumhuriyatini Sovet ittifoqi endi. Sovet ittifoqi va Xitoy gumundan ikkalasi kelishgan holda Sovet ittifoqi qurolni berdi, maslahatchilarni berdi, o'qildi. Shuning bilan kelishgan holda bu bizga Rossiya va Sovet ittifoqi va Xitoyning o'rtasida hech qanday mustaqil davlat bo'lish kerak emas. Uyg'urlar bu turk xalqi, turklar birlashish kerak emas. Turklar birlashsa yana dunyoga hukmron bo'ladi, yana sanga ta'sirini o'tkazadi, yana bizga ta'sirini o'tkazadi. Demak, biz bunga yo'l qo'ymaymiz deb uni barbod qildi u davlatni. Endi kelgan yana milliy g'ururlik va milliy ozod harakati tufayli demak 44-yilda shu viloyatning inqilobi bo'ldi. Shu viloyatning inqilobining natijasida masalan shu nima bo'ldi? Hamda bu yerda Alixon To'raning boshchiligida tuzilgan hukumat hali mustaqil Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston mustaqil Uyg'uriston respublikasi bo'ladi deb buni shu qilib milliy armiyani tuzib, milliy xavfsizlikni tuzib, milliy madaniyat qilib bu haqiqiy bu bizning 20-asrdagi o'zimizning mustaqillikka erishgan bir Uyg'ur davlati bo'lib hisoblangan edi. Buni maşallah mesela hamda 49-yilda Xitoy kommunistlari bu hokimiyatga kelgandan keyin demak Stalin shu buyuk dunyo kommunistlarining bir lideri sifatida Sovet ittifoqi hamda dunyo sotsialistik sistemasining lideri shu pasboni bo'lib sifatida nima qilganda yana kelishma tuzilib, yana nima qilib bu davlatni ro'yobga chiqishga yana yo'l qo'ymasdan demak shu fojiani bu yo'lga keltirdi. U yerda Stalinning ruxsati bilan maxfiy organlar keldi. Maxfiy organlar tomonidan bu shu mana operatsiyani deymiz biz rus tilida o'sha programmani yasab, qanday qilib nima qildig'ini uni maxfiy organlar asla siyosiy tomondan bular qarorga keldi. Demak, qarorda shunday bo'ldiki, biz bu ikki davlatning orasida mustaqil Uyg'uriston degan davlatning nomini umuman yo'lga xaritaga chiqarishimiz kerakmi degan holda demak bu o'z-o'zidan yo'q bo'ldi. Endi dunyo qarashida bu yerda qanday vafot etdi? Bir qarashda samolyot falokatga uchrab nima qildi dedi. Bu yerda men aeroplan qazosi bo'ldi dedi. Bugungi kunda masalan bir kitob chiqdi. Kitob rus bir tadqiqotchisi bor, Vladimir Obukhov degan. O'sha kitobning nomi 6 Shinjan
6 imperiyanın kuraşı degan. Şinjan degan hem de Şarkı Türkistan, Uyg'uriston, demek 6 imperiyanın menfaati şu bizning milli vatanimizga to'qnashgan. Şu 6 imperiyanın kuraşı nimadan iborat bo'lgan? Sovet ittifoqi yoki Chor Rossiyasi nima manfaat ko'zlab bu yerga nima o'zining nimalarni qilgan? Xitoy endi tabiiy Xitoyning siyosati u tabiiy ma'lumki uni azaldan ezimiz, yemirimiz, bizniki o'zimizning yerimiz, bizning o'zimizning zaminimiz deb buni butun dunyo hamjamiyatini aldam hech qachon ro'yobga chiqmaydi. Bu oyni etak bilan yeb bo'lmaydi deganda ming bizga tuhmatini qilsin, ming nimasini qilsin, tarixiy mana jarayonlar, arxeologik ma'lumotlar, bu dunyoga chechilib kelgan bizning boyliklarimiz, moddiy, ma'naviy boyliklarimiz. Hozirgi shu 6 tal ko'rsatilgan davlatlarda, Fransiyaning muzeylarida, Germaniyaning muzeylarida saqlanib kelayotgan bu daliliy ashyo. Unini Xitoy inkor qilmaydi. Uni inkor qilish uchun oynami inkor qilish kerak, oynami yo'qotib o'tish kerak. Shu. Shuning uchun mening fikrimcha abaqa fikrga kelganda buni bu yerda ashadimi, o'sha kitobdami, o'sha kitobdami bular qatlashgan jihatda. Bu qo'shni bo'pti biz jim turaylik dedi. Bu biz sana yordam beraylik deb shu qatlashgan holda buni shu hukumatni, shu millatning davlatini, qurilgan davlatini yo'qqa chiqadi. Endi bu hukumatni qanday yo'qotdi deganda bu yerda hozir mana Qozog'istonda shu Qahramon Xo'jamberdi degan bir tadqiqotchi olim bor. U xeli bu masalani xeli chuqur o'rganib, xeli chuqur o'rgangan holda shu tadqiqotlarga ma'lumotlar qaraganda buni shu Sovetning KGB'si, Sovetning nimalari bular Olmutga chiqib, Olmutning o'zlari bu Ahmad afandimni, Ahmad Qosimiyni so'roq qilib, "Sen bu shartnomaga qo'l qo'yamsan, yo'qmi?" deganda, "Yo'q, men bu shartnomaga biz qo'l qo'yamaymiz. Biz faqat mustaqil bo'lib nima qilamiz deganda bo'lmasa sana biz sana bir yaxshi dars beraylik deb shu Moskvaga ketib, shu Moskvada qiynab o'ldirilganidan to'g'risida ma'lumotlari bumi bir gipoteza deymiz, o'sha nima sifatida bu saqlanib kelyapti. Lekin endi bu siyosiy o'yinning biz shuning qurboni bo'ldik. Endi qurboni bo'lgan degan keyin shuningdek mana hozir biz endi bir shunday bir nimaga fojia davrga keldikki ben bir misol keltiray fursatdan foydalanib Akramjon shu qarang Osiyo davlatida Osiyo qit'asida 3 davlat mavjud bo'lganda 3 davlat bu kuchli dunyoga to'nilgan Uyghur haqqanlığı bo'lsa, imperiyalar, Tibet bo'lsa, uchinchisi Tangut imperiyasi. Tangut imperiyasi 300 yil Xitoyni ajab tutgan. Chekkaga chiqarmagan, ovozini chiqarmaganda hukmronlik qilgan 300 yil. Endi Tangutlar Uyg'ur imperiyasi bilan kurash qilgan İpek yo'li bo'yicha. İpek yo'lidan bir uzoq o'tib, bir Uyg'urlar o'tib nima qilganda, endi qalanki bu fojiani Xitoylar o'chini elish maqsadida Tangut davlatini yo'qotishi bilan birga Tangut millatini yo'qotdi. Yo'qotdi. Ildizi bilan. Mana Manjurlarni yo'qotdi. Manjurlar 300 yil hukmron qilgan sanlarda. Endi qismat Uyg'urlar keldi. Uyg'urlarni shu Tangutga o'xshab qirib yo'qdi degan siyosatni amalga oshiryapti. Hozirgi 60 yilda bo'layotgan qanchalik azob madaniy inqiloblarda qanchalik xuroflarga yetkazib, har 40 yilda bizning ziyolilarimizni kesib qilishib bir manqurt darajasigacha akib qo'ygan bo'lsa, hozir bizni ingliz tilida genosid deydi, rus tilida genosid deymiz, Uyg'ur tilida qirg'in desak, irqiy qirg'inchilik desak, demak, mana yo'lga o'tib mana genosid bu butun dunyo tomonidan e'tirof qilingan xalqaro jinoyat hisoblanadi. Albatta. Demak, Xitoy hukumati, Kommunistik partiyasi bugungi kunda dunyo miqyosida bizning vatanimizga, Uyg'ur xalqiga nisbatan qilayotgan xalqaro jinoyatini xalqaro qonunlar orqali, xalqaro
Dünya hem cemiyeti akıllı karlaş bu yakta tutsun, biz to'xtatib buni jazolikqa nimaga chaqirishimiz lazım. Albatta, Ablat Turanka gayet yaxshi dediniz. Çünkü biz ham bu Xitoylar desat Uyg'urlarni boshqa millatlar osmonasiya qilib yo'qotish siyosati yurgizib bakdı. O kalkemedi Uyg'urlarga. Uyg'urlarning asosi var bir millatlarda, yildizi var çünkü siz degandek siz tarixchi aşı Uyghur xalqının Uyghur imperiyasını tatib kelsak nurg'un xandonliklarni qurgan dunyoda siyosiy ta'sir var. Ama biz neyle asması yakıp yoxtanmay hem de hazır nahayeti bütün dünyaya meydan okup dünya cemaatinin şunda küçük besimi karmay bir sistemlik planlık bir erkek kırgınçılık yürgüzüp atıdı. İnşallah çokum bunun hesabını çokum hemen bir günü bir Xitay hakimiyeti verildi. Bunun işinimiz Abla Turanka vaktini nasıl ötülen bizimki söhbetimiz bir şey tüydeyle inşallah bunun dikin sizlerle pat yerine söhbetleşip turumuz. İkraldık şartlık sallık aziz karındaşlar Dünya Uyg'ur Qurultiyi sizlar ko'rayotgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi to'rt televiziyasining bugungi naqbaydan söhbeti. Bugungi söhbetimiz biraz tuyuqsiz bo'ldi. Oldin e'lon beramadik chunki O'rta Osiyodagi bizning tanilgan Uyg'ur olimlarimizdan professor doktor Ablat Turan efendim Germaniyaga kelib Dünya Uyg'ur Qurultiyining ishxonasini ziyorat qildi va studiyamizni ziyorat qildi. Shu fursatdan foydalanib turib sizlarning huzuringizda O'rta Osiyo deyishayotgan Uyg'urlarning amaliy ahvoli, Uyg'urlarning Rossiyadagi ta'siri hakkında bir məlumat iyi qılaylı da bu söhbətini ötküzdük. Şunun bilan biz bugünkü söhbətimizdə az qardaşlar bir şeydə axırlaşdırmaqçı. Biz əyətlikə Xudayım bursa Germaniya vaxtı saat 17-də, düşdünkü saat 17-də, Washington vaxtı saat 11-də Dünya Uyg'ur Qurultiyi icra komitesiningki reisi Ömer Kanat efendim bilan Amerika Uyghur davasının Amerika'daki en yeni terakkiyat yüzünüşü, en yeni terakkiyat yüzünüşü hakkında bir atraflık, ayetlik söhbet yaparız. Xudayim bursa ayetlikке salamet bolsak, ayet görüşümüz. Hem onlarına tekrar yürekten salamlayman.